Bundan tashqari bir narsaning delili qilib turib, ikkinchi narsaning bilish degan, shu asar muassirlik delil degan qonuniyat mayli dunyoda ilmiy odam ichida qaysi sohaga bo'lsin, hammasi ittifoq, muttafaqun alayh birlik kelgan masala qonuniyat. Bir asar muassirlik delil. Uyga men hayotimda birinchi qadam kirishim. Shunga kirib, shu qomat, shu hozirgi uyning qat ko'tarib turayotgan qurilishga qarab, yog'otchiligini yog'ot tushsam, tamchiligini tam tushsam deblam yasabdi, deblam istiraf qildim buni. İkinci bir adam bana tashabbus qilishi lazım kelmedi. Shuningdek, olamga qarab, olamning qat ko'tarib turayotganligiga qarab, biz buni jazman bir usti yasab deblam bilib olamiz. Buni tashabbus ketmaydi. U bir narsa üzüb olmaydi. Bir yer ketib olsak, shu bir gobit ketib olsak, bir tal to'gining mayig'ini, ya bir tal kalining tizgini ko'rsak, shuni üzüb ko'ribla biz darhol bir narsa ma'lum bo'lib qoldi bizga. Bittaga o'zligidan başladın kalı tutganda deymiz. Lekin kalı tutib kelmedi. Hayır, eser av. Jo'la asayish yo'q av. Balaq buruqlam kelmedim, deplam ishtigiz o'zimiz buni iklam chiqsaq, gipvama haqmi. Eser muasirlik delil mikrofonning qat ko'tarib biz xizmat qilayotganligi, ya'ni yasag'an ustini ko'rsatdi. Soatning cho'girayotganligi ustining yasag'anligini ko'rsatdi. Ajab ishga ketib olar ekan, balalam qutuldigan gapku va o eser muasirlik delil demsek, bu adam mikrofonni mana ishqi hozir insonning menfaatini xizmat qilayotganligini e'tirof qilmay, bu o'z tabiatining qonuniyati bo'lib qoldi. Nima ish qildi, uning ustisini ko'rmadim deb. Yeni bir binas o'zining birgilik soatni bu o'zi bo'lib qoldi. So'q issiq, osmon zamin, havo degan o'sha umumiy tabiatga mushaq jonsiz umumiy narsaning bir jamoatning gavdining ismindi. Mush narsa bo'lib qoldi. Nima ish qildi, buni ko'rmadim emas, yasog'ini ko'rmadim desa, bir saatni tutish uchun buning ustisini izlab yapon qilsa, men buning ustisini topgandek ishini bo'lmasa buni men ustisini ko'rmaganligim tabiatning qonuniyati bo'lib qoldim deb. O'z tamoq yegan bitat cho'chakni uchun uni izlab Shanxayga borsa, ustisini izlab. Bu hargiz aqli emasmi? Aqlan odam bunda qilmaydi. O narsaning xizmat qilayotganligi, eni qat ko'tarib turayotganligi, en jazman bir ustining kashf qilganligini, bir ustining yasaganligini ko'rsatdi. Shuningdek, olamning qat ko'tarib turayotganligi, Quyoshning nuri birayotganligi, mush intizomliq harakati buningki hammasi mushu. Bir zotning bir vojibal vujud bo'lgan, ening kuch-quvvati, ening idroki, eningdagi qodirlik sifat nihoyatsiz tasavvur insonning tasavvuri sig'maydigan mushundoq zotning borligi va ening birligini ko'rsatadigan amaliy hujjat. Buni hozir talab qilmaydi.